Nestlan 23-etaj. Tak, eshikdan kirganda sizni chap tomonda oyna, o'ng tomonda kiyim ilish uchun shkaf. Maxsus tapchkalar qo'yilgan. Bu yoqda kir mashina, duxovka, mikrovolnovka, to есть и oshxona zonasi. Bu yoqda kerakli bo'ladigan hamma idish-tovoqlar bor. Kofe mashina ham qo'yilgan. O'ng tomonda sanuzel, dushevая kabina qilingan. Bu ham chiroyli ko'rinishda. Dars yuramiz. TV zona, o'ng qo'lda bahaybat televizor qo'yilgan. Tak, ichkarida bizani shunaqa spalnik kutib oladi. O'zini огромный televizori bilan. Va bu yoqda parkka qaragan shunaqa panoramniy oynasi bor. Agarda kimgadir shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zim kutib olaman. Glavniysi bizada bezak mehmonlarni qabul qilinmaydi. Bunisiga kafolat beraman. Kelinglar, sizlarni kutib qolamiz.